Baqa zo'r odam edilar. Merosni ham zo'r qoldirib ketdilar. Nevaralarimga ham yetadigan qilib. Shu sal ertaroq ketib qoldilar-da. Qara. Sen ham Bobur o'g'il bo'lib kichikroq bo'lsa ham qabrdosh qo'yib qo'ymaysanmi otangga? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbi, aciz bandalari ilm o'qigan, Qur'on tilovatdan hasil bo'lgan savob, mana shu manzil makonlarda o'tgan jamiki mo'min muslimanlar ruhoniyatlariga qolaversa, mana shu qabrda yotgan otam ruhoniyatlariga baxshid deb Qur'on qabrlarini iymon nuri bilan, Qur'on nuri bilan urib, jannatlarining nasila so'roq savoliga yengil qil. Allohu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعاء tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Ishlarimiz rivojini bersin. Qolaylik oldirmaylik. Ya Rabbi, bu qabrda yotgan do'stim otasini oxiratini obod qil. So'roq savollar yengil qilgin. Jannatlari bilan siylagin. Allohu akbar.